Vannahoyt qishloqqa ham yetib keldim. Salom Jitel, salom. Mana bu uyni ta'mirlash kerak. Ha, tushunarli. Instrumentlarni ber. Yaxshi hol. Oldim, mana bo'pti, rahmat Jitel. Uyimda bo'laman. Seni kutib qolaman. Hammaga salom, qadrli podpisчиклар. Mening ismim Flarix_MC va yangi videoga xush kelibsizlar. Mana men instrumentlar bilan birgalikda uy ta'mirlash bilan shug'ullanaman. Kanalimga obuna bo'linglar. Biz bugundan boshlab uylarni ta'mirlash bilan shug'ullaymiz. Bu qishloqda qiziq, yana nechta shunaqangi kuznitsalar bor ekan. Men o'zim ko'rib kelishim. Mana bu yerda bittasi turibdi. Yaxshi. O'ylashimcha yana bitta bo'lish kerak, chunki bu juda ham katta qishloq, lekin unisi qani ekan? Ko'rmayapman. Xo'sh, mana ko'rdim. Mana bu yerda ekan. Ancha-muncha o'zgartirilgan ekan. Hech qisi yo'q, lekin biz mana shunisiga birinchisiga o'xshatishimiz kerak, chunki bu uyni sotuvga qo'yishmoqchi, o'z holiga qaytarishimiz kerak. Mana bu nima bo'ldi? Bu narxi ekan $1800 sotiladi. Buni olib tashlaymiz. Tablichka bor. Hey, nima qilyapsan? Kimsan? Men uyni ta'mirlayapman. Nimaga tablichkani olding? Shunchaki sotib oldim. Shunaqa degin. Bu uyda arvohlar bor, ehtiyot bo'l. Nima? Arvohlar bor. Kel yonimga aytib beraman, davay. Qiziq, qanaqangi arvohlar bo'lishi mumkin? Bu uyni podvalda odamlar o'lgan, xullas qaniydi topmoqchiman. Tushunarli Jitel, tushunarli. Bekorga aytishmas ekan, qishloqliklar har baloga ishonaverishadi deb juda ham sodda bo'lishadi qishloqliklar o'zi. Mayli, nima ham qilardik. Qanaqangi podval? Bu uylarda, ko'zninsalarda podval bo'lmaydi. Mana bu tablichkani otib yuborishimiz kerak. Xo'sh, qani endi uyni qurishni boshlaymiz. Aniqrog'i ta'mirlashni. Bu yerda juda ham ko'p bloklarni olishga to'g'ri keladi. Asosan mana bu yerdagi bloklarni olmasak bo'lmaydi, chunki bular yashil bo'lib o't o'sib ketgan. Uydagilarga yoqmasligi aniq. Kim bu yerni sotib oladigan bo'lsa ham, shuning uchun ham birinchi navbatda toshni olib tashlaymiz va keyin doskalarga o'tsak bo'ladi. Xo'sh, bularni hammasini olishimiz kerak, lekin mana bu qishloqlik aytgan gapga qiziqib qoldim. Uyni tagida podval bor deganday bo'ldimi? Lekin bu uylarning tagida axir podval bo'lmaydi. Qanaqasiga bu yerda odam o'lgan bo'lishi mumkin? Hattoki mana bu yerlarda ham podval bo'lmasa kerak. Bu qishloqlik esa, xo'sh, mana do'stlar, men ancha-muncha joylarni qilib bo'ldim va endi boshqa rostdan ham podval bor ekan. Nima bo'lishi mumkin emas. Men bunga ishonishni xohlamayman do'stlar. Bu yerda podval bo'lishi mumkin emas. Axir bu uylarning tagida podval bo'lishi mumkin emas. Axir bu ko'znitsa do'stlar, qanaqasiga bu yerda podval bo'lishi mumkin? Juda ham hayronman rostini aytsam. Mayli, nima ham qilardik hozir. Kelinglar, polni olib tashlaymiz. Mana bu stol tagidagini ham, bu yerlarni o'rgimchakka o'rgalinib qoldim. Bu juda ham yomon. Mayli, hozir aylanib o'tamiz. Bo'ldi, bu yerdan ketishimiz kerak. Yaxshi, chiqib olsam bo'lgani. Mana buni ham olib tashlaymiz. Pastga tushishimiz kerak endi, lekin unchalik ham tushkim kelmayotgan edi, lekin nima ham qilardim? Boshqa ilojim yo'q do'stlar. Mana buni ham olamiz. Qani, nahot podval bo'lsa? Buni qaranglar do'stlar, bu yerda rostdan ham podval bor ekan-ku. Men juda ham qattiq hayron qoldim bundan. Mayli, keyin hozir tushib ko'ramiz yoki hozirmi keyinmi ko'ramizda do'stlar. Menga daraxt kerak bo'ladi. Bu yerga tushib ko'rmasak bo'lmaydi. Podval kattamikin, kichkinamikin? Balki u yerni ham remont qilsak qo'shimcha pul berar bizga. Bilmadim-ku, lekin umid qilamizki beradi. Va do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz bunaqangi uylarda podvallarni topsangiz nima qilgan bo'lardinglar? Chunki men sizlarga umuman ishonmayman. Do'stlar, kommentariyada yozgan odamlarga men umuman ishonmayman, chunki ular bo'lmagan narsalarni yozishadi. Masalan, menga videolaringiz yoqadi deb yozishadi, lekin kanalga obuna bo'lmagan bo'lishadi. Shuning uchun ham men ularga ishonmayman do'stlar. Agarda kommentariyingizga ishonishni xohlasangiz, iltimos kanalga obuna bo'linglar. Men esa hozir narvon uchun menga cho'p kerak. Mana cho'plar bor, yog'och cho'plar. Endi bulardan mana bunaqangi tayoqlardan narvonlar yasab olamiz hamda shu narsalarni ishlatgan holda pastga tushishga harakat qilamiz. Qadrdonlarim, xo'sh, qani qadrdon obunachilar pastga tush. Bizga axir yetmay qolar ekan-ku. Buni qaranglar, pastga tushsak tiqilib qolamiz. Bu bo'lmaydi do'stlar. Mayli, men chiqib hozir boshqa ishlarni ham tugatay, keyin esa podvalga o'tamiz do'stlar. Aks holda podvalga tushsak hozir u yer qorong'u, men esa ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Mayli, hozir borib daraxtlarni olib kelishimizga to'g'ri keladi. Mayli, ketdik. Bilasizlarmi? Balki ana shu podval rostdan ham qotillik bilan bog'liqdir. Ana u qishloqlik aytgandek. Bunga ishonishni istamayman, lekin bo'lishi mumkin, chunki shamol bo'lmasa do'stlar, tutun yo'q do'stlar, adashdim. Olov yonmasa tutun bo'lmaydi, shamolni uchi qimirlamaydi. Agarda daraxt yo'q do'stlar, daraxtni uchi qimirlamaydi, shamol bo'lmasa tutun olov o'ynamaydi, shamol bo'lmasa tutun. Adashib qoldim. Menga emas do'stlar, maqola aytish. Shuning uchun ham topishmoqlaringizni kommentar
kommentariyda yozib qoldiringlar. Men sizlarga shunda like bosaman kommentariyingizga. Kim mendan like olsa kommentariyasiga o'sha katta bo'lganda boy bo'lib ketadi va albatta kazinoda pul yutqazmaydi. Bunga kafolat bera olmayman. Mayli davay kelinglar, hammasini terib olamiz bu yoqqa va ajoyib. Endi bizda juda ham ko'p daraxtlar bor, eng kamida dahuya. Endi esa bularni hammasini olib borishimiz kerak qishloqqa. Mana do'stlar, qishloqqa olib kelib bo'ldik hammasini. Endi kelinglar, bularni hammasini yana olib tashlab chiroylisiga almashtirib qo'yamiz. Shunda bizga ko'proq pul to'lashadi degan umiddaman. Mana hammasini chiroyli qilibsan-ku deb. Agarda to'lashmasa yomon bo'ladi. Hamma obunachilarimdan yordam so'rayman va bu qishloqni yoqib yuboramiz. Zo'r bo'ladi. Kelinglar endi. Mana bularni ham olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bilasizlarmi, menga eng yoqmagan narsa qishloqda shuki, bu yerda qishloqlar juda ham ahmoqona narsalarga ishonishadi. Masalan, mana podval haqidagi mana bu gapda men juda ham qattiq hayron qoldim. Qanaqasiga podvalda qotillik bo'lgan bo'lishi mumkin. Menimcha bunga eng kichkina yosh bolalar ham ishonmasa kerak, chunki do'stlar, Minecraftda ruhlar bo'lishi mumkin, lekin podvaldagi qotillik yo men bunga ishonmayman do'stlar, chunki men hammadan ham ko'ra qo'rqmasman. Qorong'idan qo'rqaman, chunki qorong'ida ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Balki ko'zoynak taqsam yaxshi bo'lib ketar, lekin ishonchim komil emas. Endi esa mana bu teshiklarni yopish uchun bizga juda ham ko'p tosh kerak bo'ladi. Tosh bizga toshlar kerak do'stlar. Mayli kelinglar, birinchi yog'och bilan yopib chiqamiz, keyin esa ko'ramiz. Oxirida esa podvalga tushamiz. Nima deb o'ylaysizlar? U yerda qo'rqinchli narsa toparmikanmiz? Menimcha hech qanday qo'rqinchli narsa topmasak kerak. Yana kim bilsin, o'ylab ko'rmasak bo'lmaydi. Ehtiyot bo'lib ish qilishimiz kerak, chunki qishloqda juda ham ko'p yovuzliklar bo'lgan bo'lishi mumkin bizgacha va podvalda kimdir o'lgan bo'lsa ham buni biz albatta ko'ra olmaymiz, chunki jasadi chirib ketgan bo'lishi yoki o'ldirgan odam hamma dalillarni yo'qotgan bo'lishi mumkin. Mayli, mana bu yerlarni ham tozaladik. Endi esa devorlarni kelinglar qaytib qo'yib chiqamiz. Bilasizlarmi, men eng yoshligimdan mana shu qishloqlarda yashashni orzu qilardim, lekin afsuski men shaharda tug'ilganman. U yerda har doim baqir-chaqir va menga bu yoqmaydi, ammo chidashga majburman. Chunki do'stlar, men juda ham yomon ko'raman shaharni. Balki qishloqqa ko'chib kelib shu yerda yashab qolsamkin, shu uyni sotib olishga pulim yetardi. Yo, bu yerda qanaqadir yomon gaplarni aytib yurishdi. Keyin mendan ham yuz o'girishlari mumkin. Bu la'natlangan uyda yashaydi deb. Shuning uchun ham xullas do'stlar, mana juda ham ko'p toshlarni terib keldim. Endi mana shu toshlardan biz o'zimizga bu yerda chiroyli narsalar qilib olishimiz mumkin. Aynan uyni ta'mirlab chiqamiz. Mana bu yerga ham qo'yish kerak. Yaxshi qoyil. Bu uyda endi men ham o'zim yashab olishim mumkin edi, lekin men bu uyda yashay olmasam kerak, chunki bu yerda internet yo'q, Wi-Fi yo'q, hech narsa yo'q. Axir zerikib qolishim mumkin. YouTube'ga chiqish oson bo'ladi, lekin bilmadim, ko'ramiz, yaxshilab o'ylab ko'rishim kerak. Balki bu qishloqda qolarman, balki shaharga qaytarman, chunki shaharda ham qiziq narsalar juda ham ko'p. Qishloqni esa bilmadim. Menimcha bu yerda qiziq narsalar kamdan kam uchrasa kerak. Tinchgina hayot kechirsa bo'ladi albatta, lekin remont uchun ham menga ko'p odamlar bu yerda hech kim buyurtma qilmasa kerak. Shuning uchun ham nima ham qilardim, bu yerdan ketishimga to'g'ri keladi, lekin ilojisi bo'lganda men albatta shu yerni tanlab shu yerda qolgan bo'lardim. Bundan boshqa choram ham yo'q, chunki men boya aytgandek shaharni unchalik yoqtirmayman. Endi esa do'stlar, kelinglar pastga tushib ko'ramiz, chunki pastda o'ylashimcha qiziq narsalar bo'lishi mumkin. Balki bu yerda avval yashab o'tgan odam qiziq narsalar qoldirgandir. Mana shularni qiziq deb aytayapman va ularni ko'rib chiqsak zo'r bo'ladi. Qani ketdik do'stlar, tushib ko'rishimiz kerak. Va xo'sh, birinchi narvonni qo'yamiz va bor yo'q 3 tasi yetar ekan. Mayli, mana qani bu yerda nimalar bor ekan? Hech narsa ko'rmayapti. Faqatgina toshni ko'ryapman. Mana bu nima bo'ldi? Qanaqadir narsa yotibdi yerda, lekin qorong'idan ko'zim ko'rmayapti. Jin narsa. Mayli, hozir tak bu yerdan chiqib olish kerak. Xo'sh, qayerda fakil bor ekan? Bu qishloqda fakil bo'lsa kerak do'stlar. Fakil topmasak bo'lmaydi axir. Xo'sh do'stlar, mana fakil ham topib keldim. Endi kelinglar pastga tushib ko'ramiz nimalar bo'lyapti ekan, nimalar bor ekan va nima bu yerda skelet turibdi. Qoyil do'stlar, qoyil, aldashmabdi, rostdan ham qotillik bo'lganga o'xshaydi. Qani bu nima ekan? Bu esa bizda qorong'i yo'lak. Bu qo'rqitadi odamni. Nima ham qilardik? Qani boraylik, chana yerda temirni ko'rdim. Temir do'stlar, albatta qo'rquv bilan arvohlar ham o'lganlarning joyi jannatda bo'lsa, ammo temirni olishimiz kerak. Temir juda ham yaxshi instrumentlar yasashga qo'l kelishi mumkin. Qani yana qayerda bor ekan bu yerda? Xo'sh, shaxtaga do'stlar har kun ham tusholmaydi odam. Qani mana bu yerlarni ham ko'ramiz. Temir bor. Kamida 10 ta temir cho'ntakda. Men bunga ishonaman va
Ha, mana как раз 10 ta bo'ldi. Yana qidirish mumkin, lekin shaxtalarga tushib yurgan yaxshi emas, chunki bu yerlar qulab tushishi mumkin agar noto'g'ri toshni sindirib yuborsam. Qaysi tarafdan kelganim, nahotki adashib qoldim. Yo'q, adashgan bo'lishim mumkin emas, do'stlar. Men bu yerdan chiqmasam bo'lmaydi. Aha, bo'ldi, yetib keldik, yaxshi. Endi esa bu yerni kelinglar yopib qo'yamiz. Zo'r. Xo'sh, bu yerdan mayli pechkani tashqariga olib chiqib ketib qolamiz va mana bu skeletni ham bu yerda yotavermasin. Uni ko'mib qo'yamiz hozir, balki shunda ruhi taskin topar. Chunki do'stlar, men ishonaman, yaxshilik qilsak, yaxshilik qaytadi va balki ruh bu yerdan ketib bizga tegmas. Ya'ni ko'mib qo'yganing uchun men endi ruhim shod bo'ldi deydi. Xo'sh, bu yerga hozir temirlarni qo'yamiz va bo'ldi do'stlar. Endi bu yerda biz o'zimizga sadiq yashashimiz kerak. Jennerson kim bunga dublyaj qilishni o'rgatgan? Yashashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, qadi bu yerda bizga yog'ochlar, qabr toshi, qabr yog'ochi uchun va mana bunday qilamiz. Bo'ldi, bizda endi qabr yog'ochlari bor. Qani ketdik, endi bularni o'rnatib chiqamiz. Qayerga o'rnatsak bo'ladi? Bedibchi habada shu yerda o'rnatsak bo'ladi do'stlar. Kelinglar, bu yerda joy ochamiz. Ayda shu ruhlardan qo'rqadigan jitilni uyni orqasiga qo'ysak, hayron qolishi aniq. Xo'shmada bu yoqqa bo'ldi desa ustida yopamiz. Qaraydi. Mayli hozir yerni kovlab olamiz, chunki ko'mishga bizga yer yetmay qolar ekan. Qani olamiz. Bo'ldi, endi bularni olib borib ko'msak bo'lgani. Xo'sh, qani ketdi do'stlar. Mana 1 2 va tosh bilan mayli toshsiz qo'yib yuboramiz va qabr yog'ochi ajoyib edi. Ruhi shod bo'ladi degan bu bitta va o'yinda esa qurib bitirdik. Xo'sh, mana endi qurib bitirdik va hozir egasini chaqirishim mumkin. Balki menga sotar, balki shu yerda qolarman. Buni endi hech kim bilmaydi.